Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan obzorimizda granulyatorlarimiz va drabikalarimiz bo'ladi. To 4 kilovatligidan boshlab 22 kilovatligigacha granulyatorlarimiz, 3.5 kilovatli hammasi har xil, ya'ni 3-4 xil, kamida 3-4 xil drabikalarimizni birma-bir sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'taman, xudo xolasa. Agar kimga narxlari va xarakteristikalari to'liqroq kerak bo'lsa, zarur bo'lsa, bemalol pastda описание nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Keyin kommentariya, podpiska, like bosh esdan chiqmasin. Men kommentariyani birinchi so'radim. Agar kommentariyani birinchi yozsangiz, ya'ni kommentariy yozsangiz, xo'p, prosmotr oshadi. Prosmotr oshgan hisobiga bizga inshaalloh prosmotrlarimiz oshgan hisobiga xullas ko'pchilikka tarqaydi videomiz. Xudo xolasa manfaatli videolar bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, endi apparatlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi granulyatorlardan boshlaymiz. Xo'p, bu granulyatorlarimiz 220 ga ishlaydigan ikkita rollini motor 4 kilovatli bo'ladi. 4 kilovatli motor kuchi bo'ladi. Soatiga 80 kilo, 100 kilo chiqaraveradi. Xo'p, bunisi esa 5 kilovatli 3 ta rollinigi bo'ladi. Buni soatiga 120-130 kilo atrofida chiqaraveradi bemalol bo'lsa. Xo'p, bu yerda keyin 4 ta rollinigi, xuddi mana shunday 4 ta rollinigi bo'lardi. Buni ustiga olib qoldik. Sklatda bor, sklatdan chiqib 5 ga ulgurmadik. 5,5 kilovatli motor kuchiga ega bo'ladi. U soatiga 200 kilo, 180 kiloga chiqaraveradi. Bunisi endi 3 fazaga ishlaydiganlarni boshladik. 7,5 kilovatligi, ichida rolligi 3 talik bo'ladi. Xo'p, bular soatiga kamida 200 bo'lmasam 250 kilo chiqaraveradi kamida. Endi bular 15 kilovatligiga to'xtalib o'tamiz. 15 kilovatligi xo'p, roliga 4 talik bo'ladi. Soatiga bemalol 300-350 kilo chiqaraveradi. Bunisi 15 kilovatligi. Xo'p, endi 22 kilovatligiga to'xtalib o'tamiz. Bu ham 4 ta roligi. Birkasini ko'rsam mumkin, motor birkasini. Xo'p, buni soatiga 500 kilo, 600 kilogacha to'g'risi bemalol chiqaraveradi. Bular yangi avlod, ya'ni o'sha 2026-yilda ishlab chiqarilayotgan o'sha yangi avlodlari. Xo'p, bularda funksiyasining bir funksiyasini aytib o'tay. O'sha har bitta aylanishda, masalan, motor bilan aylanganda, xullas matrisasi aylanadi, roliga aylanmaydi. Roliga qachonki o'sha matrisasi aylanganida o'sha ishqalanish hosil qiladi. O'shani hisobiga 80 gradus, 90 gradus qiziydi va o'sha mahsulotingiz, ya'ni granulada masalan EMH ayladi, o'sha don uruladi, o'sha bitta kapsulada, o'sha kapsula 80 gradus, 90 gradus qizigani hisobiga xo'p, u narsani oqsili oshib boradi. Oqsili oshgan hisobiga siz sutga ratsionmi yo'q bo'lmasa boshqa semirtirishga ratsion qilgan bo'lsangiz, semirish tezlashadi, sut berish ham tezlashadi. Xo'p, bular ham bir xil. Bular endi eski Vipskada, endi eski avlodlar. Bu 7,5 kilovatligi 3 ta rollili bo'ladi. Xo'p, bu ham soatiga bemalol 300 kiloga chiqaraveradi, 300 kiloga chiqaraveradi. Bunisi adashmasam 11 kilovatligi. 11 kilovatli 3 ta rollili. Buni soatiga xo'p, gideta bir 350-400 kilo atrofida chiqaradi. Shu o'rtalarida chiqaradi 11 kilovatligi. 15 kilovatlilar bo'lsa, yangi avlodlar bor. Yangi avlodda 11 kilovatlilarimiz tugab qolgan. Xo'p, endi 22 kilovatli eski avlodni ko'rishingiz mumkin. Buning ichi deyarli bir xil bo'ladi. 4 ta rollili. Lekin buni motoriga qaraganda narigi yangi avlod kattaroq bo'ladi. Yaxshi ixcham ishlangan bo'ladi. Xo'p. Bulardagi bular bilan ishlash variantlari bir xil, faqat nima deydi? Usulinni masalan, bunisi 70 gradus, 60 gradus soatga qizitsa, masalan, qizitsa yemdi. Bulari bo'lsa 80-90 gradus bemalol qizitaveradi. Oqsilini yana ham oshirib chiqaveradi. Bunda ko'proq masalan effektliroq chiqsa, bunisida bo'lsa bunga qaraganda 10% kamroq chiqishi mumkin eski avlodlarda. Endi drabikalamizga to'xtalib o'tamiz. Drabikalarimiz hozir bunaqangi yangichalari kelgan, vakuumli drabika deyiladi. Bunda bemalol universalni, xullas hashay bo'ladimi, makkan sotasi bilan bo'ladimi? Keyin xo'p, urug' doladi, mana shu shlanka orqali o'sha idishingizga qopga bo'ladimi, yo'q bo'lmasa boshqa o'sha jomgami
paqirga ular solib qo'yasiz, ichiga o'zi vakuum orqali tortib ketaveradi. Keyin esa mana shu siklon orqali bemalol qopga o'zi tashlab beraveradi. Xohlang qop kiydirib qo'ying, xohlang tanto o'zingiz xohlagan idishingizga tashlatsangiz bo'laveradi. Ba'dan xohlamasangiz, mana bu oldidagi karnaydan chiqarsangiz bo'laveradi. Любой, masalan, hashayda tiqasizmi yo bo'lmasa boshqa bu makan sotasi bilan don bilan любой shu uch xilini tiqsangiz, xohlang mana yerdan chiqaradigan qilsangiz bo'ladi, xohlang mana bu joydan chiqaradigan qilsangiz bo'ladi. Bu ham bir xili. Endi bunisi xo'p. Bundan farqi vakuum yo'q, ya'ni mana shunaqangi shlankasi yo'q. Bunaqa qopga tashlab beradigan moslamasi yo'q. Faqat o'sha tevaga otadi. Bu joyini hali o'rnatishga ham yo'q, o'rnatib beramiz. Bu skratdan qolib ketibdi. Bitta aytadi. Xo'p, bularda motori, uchovsini ham motori 3.5 kilovatli bo'ladi. Soatiga bemalol soatiga bas, kuniga 3 tonna, 4 tonna bemalol chiqaraveradi. Xo'p, endi bular drabikalarimiz, krokodil drabikalar deyshadi. Bunda ham poya, ham makkan sotasi, ya'ni yirik narsalarni solsangiz bo'laveradi, o'g'alab beraveradi va mana bu joydan chiqarib beradi. Buni ham ikkita skorisi bor. Endi ikkita skoris deganda tezligi, masalan, eng tezga qo'ysangiz kepay holatga keltirib bersa, xo'p, sal sekinroq qo'ysangiz, sal mashincha razmerda chiqarib berishga kuchi yetadi. 3.5 kilovat motor kuchli. Endi bunisidan farqi mana shu tevasli narsasi yo'q, faqat poya maydalangani xolos. Faqat poya maydalagani to'g'riroq. Xo'p, bag'dan chiqadi. Endi bunisi ajdarho deyshadi. Ko'pchilik masalan 3.5 kilovat motor bunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, mana bekasini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni ajdarho deyshadi. Bu ya'ni makkan sotasi bilan tashlasangiz, o'sha urug'ini ajratib chiqarib beradi. Mana shunaqangi drabika bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Metdan solasiz makkan urug'ini. Ichidagi bu agar boltalari ko'rinayotgan bo'lsa, o'sha boltalari har urgan hisobiga chiqarib beradi. Makkani o'zi chiqarib beradi. Metdan urug'lari, yirik urug'lari chiqaveradi. Mana bunaqa bo'lsa, buni ichida ventilyator bor. Ventilyatsiyasi o'zi ko'rinmayapti. Buning ichida ventilyatsiyasi o'sha qutgan masalan changni, boshqa narsani o'zi tortib kirib ketadi. Chang yetmaydi xullas. Mana shu yerdan keyin o'sha tayyor mahsulot, o'sha don urug'lar chiqaveradi. Xo'p, bu ham 3.5 kilovatli bo'ladi. Kimga shunaqangi drabika va granulyatorlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Men sizlarga opisaniyada hamma nomerlarimizni, boshqa narsalarni qoldiraman. Telegram, Instagram hammani qoldiraman. Instagramni agar kim mana xo'p, hozir dekabr oyida turgan bo'lsa, yanvar oyining oxirigacha mayli, 1.5 oy, yanvar oyining oxirigacha Instagramdan, masalan, bizga Instagramdan kelsalar, Instagramimizga obuna bo'lib kelsalar, sizlarga ma'lum bir miqdorda skidka qilib beramiz. Endi masalan, $500 narsani 450, ya'ni $400 qilib berishimiz mumkin. Sizlar shoshilib qolinglar va bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Podpiska, like esdan chiqmasin. Yana xudo xolasa manfaatli videolar qilishda davom etamiz. Qolgan fast food apparatlar, pechenye sex, mixer, pixellar hammasi xudo xolasa qo'yib o'tamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmasalaring, manfaatli videolarda va yana ishingizni rivojlantirish uchun, biznesingizni rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan apparatlarni o'tkazib olishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana xudo xolasa ko'rishguncha o'zlaringni bardam, baquvvat his qilinglar. Bo'pti.